Dunyoning hamma aeroportida tekinga biznes zalga kirishni xohlaysizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini hozir tushuntirib beraman. Uchib ketishdan oldin hamma biznes klassdagi yo'lovchilar reyslarni biznes zalda kutishadi. Bu yerda reysni komfort bilan kutish uchun hamma narsa bor. Xolasangiz tekinga ovqatlansangiz bo'ladi. Assortimentlar juda ham ko'p. Ichimliklar ichaman desangiz bemalol. Tekin Wi-Fi, xullas odamga kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Hozir sizga ekonom bilet bo'lib turib ham tekinga kirishni o'rgataman. Buning uchun sizga vizani Platinum, Signature yoki Infinity kartasi kerak bo'ladi. O'zbekistondagi deyarli hamma bankda ochib olishingiz mumkin. Buning uchun kirishda siz QR kod bilan biletingizni ko'rsatsangiz bo'ldi. QR kodni olish uchun bo'lsa Visa Concierge degan Telegram botga o'tamiz. Botning o'zida Visa Travel'ni tanlaymiz. Keyin Aeroport Service. Undan keyin bo'lsa Aeroport Lounge'ni tanlaymiz. Проверить доступность услугni bosamiz va o'zimizning kartamizni topib olamiz. Agar ishlatmagan bo'lsangiz, bemalol получить QR'ni bosamiz. Ism-familiyangizni qizil pasport bo'yicha tering va QR kodni olasiz. Bu videoni sayohat qiladigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Safarda juda ham kerak bo'ladigan narsa. Va albatta ko'proq shunaqa lifehacklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.